qoyil qolib o'zbek raqsini onaxoni Mukarrama Turg'unboyeva hona avtobus savoqlargan. Nariga avtobusda. Mukarrama Turg'unboyeva. Bu odam g'ana azam pastda turib, sizlarni aldagan paytida bu odam dorda turib ishlagan. To'ylar muborak edi. Bu odam, mana shu odam. Tirik afsona deyapman. Yana bu odam dunyo mamlakatlarining ichida Moskvada folklor ansambllarining o'rtasida birinchi o'rinda olib VDNXda novo mashinani yutib kelgan. Yalla tushgan mashina. Asha yallani nimasi? Mana to'ylar muborakda. Mana shular mana shu odam. Mana shu odam yelkasida 35 yildan bir yoqqa chiqmasdan, hali marhamatga bormasdan, mana shu merdagi katta zo'rni yelkasida tuproqni ko'tarib, bu yoqqa olib, manadan nima qilib turib, daraxtlar ustidagi oromgohni qurgan. Chet el kelib yozyapti, ingliz tilidan rus tilidagi chet eldagi matbuotlarda yozilyapti. Daraxtlar ustida so'rilari bor, somonli shahar deyapti. Bular mana endi hozir mana kunlar esiyapti, hammasini somonli shu yoqda shuvab chiqadi. Mana bo'ylayman. Mana baliqlar ko'rgan bo'lsanglar. Mana bu yerda qaranglar, daraxtlar ustida o'tirasiz. Angliyada bitta joyda bor. Daraxt ustiga 10 minut chiqib tushishingiz 1000 funt sterling. Bizning pulimizga bir 16-17 million bo'ladi. Sizlarga mana shunaqangi bir ma'naviyatni, shu sizlarga bir dardlarni oladi. Ya'ni bitta banisa bor, vrachi men yotganlarni mashaga jo'natadi, tuzalib ketsin deb. Bu yerga vazirlar, prezident odamlari, viloyat hokimlari keladi. Bitta narsani aytib qo'ying. Viloyat hokimi qo'li yelkasiga qo'lni qo'yib, nima qilyapti? Yelkasiga qo'lni qo'yib, hajga borganmisiz deyapti. Sizlar hammanglar masalan borasizmi deyapti davlat hisobida. Sizlar hadislarda bu odam yo'q, menda ishlarim, menda hajimiz bor. Tilayizdi deyapti. Mana shu Abdurahmonov, Andijon viloyatining hokimi. Yurtimiz tinch bo'lsin, xalqimiz bolalarini bir baxtli farovon shu boqsin, shu yashassin deyapti. Birinchi tilakka. Tilayingiz deyapti. Prezidentimiz rosa harakat qilyapti, davlatimizni rivojlantirgani, xalqimizni farovon yashatgani deyapti. Alloh kuch-quvvat bersin deyapti. Uchinchi marta tilayingiz ham viloyatda tinmayapsiz. Viloyatni rivojlantiryapsiz. Shunga sizni ham Alloh kuch-quvvat bersin sizga deyapti. O'ziga hech narsa so'ramayapti. Va bitta kalit tashib ketyapti mashinani turibdi. Endi gapiraversam juda bu yerda katta shayxlar, katta artistlar, aktyorlar, chet elliklar, hamma chet elga keladi. Mana fransuzlar, men guvoh bo'lganim, hindistonliklar, xitoylar kelib mashinada o'tiradi. Har qanday dunyodagi restoranda orqasiga tepadi. Mashina. Vazir keldi, tutib ko'rgani, qishloq xo'jaligi vaziri. Bizdagi tutchilik juda zo'rda bizda. Dunyoda eng zo'r tutlar bizning marhamatda. Yaponiyada o'qitiladi. Olimlar mana shu yerda marhamatda. Agar xohlasanglar, qani mashinaga git. Olib boring nimaga? Akbatonikiga. Tutib ko'rib hayron qolasiz. Vazirda kelayotgan ekan, men Asakada cho'ntakda mehmon qilaman dedi. Men aytdimki, tut usta mehmon qiling. Mana yerda kelib, nima qilib o'zini yo'qotib qo'ydi vazir. Hamma chet ellar aytadi, bitta so'z aytadi. Tarjimonlarga nima deyapti desam, fransuzi ham, nemisi ham, inglizi ham jannat deyapti. Jannatga xush kelibsizlar. Qolgan xalaq bilmaslarga. Rahmat. Rahmat. Hoji bobo, endi bir duo qiling endi bularga. Ey, o duo. Bo'ldi, bo'lmasa hozir. Mana tutdan bo'lgan chodir. Tutdan bo'lgan chodir Andijon marhamat tumanida. Tutdan bo'lgan chodir. Yusufuga salom. Rektorda gap yo'q sizga oshna. Mana tutdan bo'lgan chodir. Baholasi keladi. Güzel joy.
Sizlar nima, Rossiyachimi? Mana Andijon marhamat tumanida xizmatdoshlarmi? Xorazm, Buxoro, Surxondaryo, Ha, xizmat. tom bo'lgan chodir, Toshkent, hammasi shunaqasidan. Meni qo'yganini ketdi. Qo'rqon. Shunaqa deb ayt. Xorazmda chetak. Ko'rdik. Mana. Andijon marhamat tumanida. Mana hozir afsonaviy odam Darvoz boboni xonadonidamiz.